o'girib jaholat davrini qo'msayotgan ayollar paydo bo'lyapti. Ba'zi birlarining eri umuman johil emas, eri zulm ham qilmaydi. Oddiy eri yoqmaydi xolos. Eri yaxshi odam, yoqmaydi. O'ziga yoqadigan boshqa bir yigit bilan yuribdi go'yo. Bu yerda-ku eri zulmkor bo'lsa deyilyapti. Hatto eri zulmkor emas, faqat xotiniga qaysidir qirrasi yoqmaydi. O'ziga yoqadigan bittasini topib olib, hattoki nikohidan o'tib unga ham xotin bo'lib yurganlari bor. Mana bu narsa eng katta gunoh, ma'siyat. Nima uchun ayollarga mumkin emas? Nima uchun? Ilohiy qonun qoida shu. Buni mabodo birorta hikmatini bilmaganimizda ham biz shunga bo'ysunishga majburmiz, chunki biz iymonlimiz. Alloh bir narsadan qaytarsa yoki bir narsani buyursa, hikmatini tushunmasak ham biz o'shanga itoat etishga majburmiz. Lekin hikmatlardan ba'zi birlari zikr qilingan. Masalan, ayol kishi bir necha erkak bilan bo'lsa, aytaylik ikkita erkak nikohida ekan. Bola bo'lib qoldi, qaysi biridan bo'lganligini qayerdan biladi? Ya hozir DNK bor, tekshirtirib qaysi birida ekanligini bilib olish mumkin. O'zlaricha javob topadi ular. Shunaqa qilsa bo'ladi-ku. Endi avvalgi davrlarda bo'lmagan. Hozirgi kunda buning imkoniyati bor-ku, deyish mumkin. Xo'p, mayli, farzand farozidan bo'lib chiqdi. Bu erkak janjal qilmaydimi? Janjal qiladi. Janjal qiladi. Qolaversa bitta idishga ham suvni, ham choyni, ham kompotni, ham boshqa narsani quyavermaysiz-ku. To'g'rimi? Bitta idishda suv turadi, choy idishda choy turadi. Sharbat bor joyda sharbat turadi. Asalni idishda asal turadi. Asalni ichiga sirkani quymaysiz. Xuddi shunday bitta idishga hamma erkak kelib suvni to'kib ketavermaydi. Idishda bitta narsa bo'lish kerak. Bu ham bir hikmati. Keyingi hikmati, Alloh taolo yaratgan barcha mavjudotlarda shu narsa bor. Hech qachon bitta tovuqqa 10 ta xo'roz bo'lmaydi. Lekin 10 ta tovuqqa bitta xo'roz bo'laveradi. To'g'rimi? Bitta xo'roz bo'laveradi 10 ta tovuqqa. Xolasi 100 ta tovuqqa ham bitta xo'roz qo'yib qo'yaveradi, bo'laveradi. Lekin hech qachon 10 ta xo'rozning ichiga bitta makon tovuqni qo'yib qo'ymaydi. Hayvonlarning sultoni sherlarda ham shu narsa bor. Mana hayvonot olamidan xabardor bo'lganlar aytinglar. Hech qachon bitta urg'ochi sherga ikkita erkak sher sakraydimi? Sakramaydi. Ikkita erkak sher talashib bir-birini o'ldiradi. Bittasini o'ldiradi yo mag'lubiyatga uchraydi, u ketadi, surgun qilinadi erkagi, bitta erkak qoladi bir necha ayolga. To'dada 10 ta sher bo'lsa, bitta arslon